Lekin qadrli yurtdoshlar, mana navbatdagi ishimiz ham ustanobkasi bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin. Alyumin eshik romlar berganmiz. Bu yerda общий 3 ta rom, 3 ta eshik bor. Romimizga razmeriga keladigan bo'lsak, 1.50 ga 1.60 bo'lgan. Oynasi 2 qavat bo'lgan, podogonniylar qo'yyapmiz. Eshigimizga keladigan bo'lsak, 1.15 ga 2.20 bo'lgan. Eshigimiz gulli oyna bo'lgan, 1 qavat bo'lgan. Zamodi ham baquvvat, originaldan qo'yib berdik. Bunisi juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rishinglar mumkin mana. Chaklariga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Chakang yopishgan, juda ham zo'r chiqqan mana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz.